ziminda tarixdan beri sonsizlig'an olimlar, mutafakkurlar, qahramonlar shonliq izlarni qoldirib o'tgan. Bu ziminda insoniyat tarixiy va madaniyatiga buyuk obidalarni tiklagan saltanatlik davlatlar qad ko'targan. Bu muborak ziminga tarixdan beri yovlar ko'p qatim ochko'zlik bilan tikilgan va yovuz qo'llarini sungan. Sharq bilan g'arbni tutashtirgan bu zimin tarixda Ipak yo'lining muhim tuguni bo'lgan bo'lsa, bugunmi o'xshashli Sharq bilan g'arbni tutashtiradigan darvoza bo'lib kelmoqda. Bundan taxminan bir asr burun qulluqdan yangi bosh ko'targan Xitoy tajovuzchilari bu aziz tuproqni ishg'ol qilishga uringanida Sharq Turkiston xalqi qonlari, mollari, sanoqsiz shahidlari badaliga 2 qatim jumhuriyat barpo qilib, tariximizga yana bir o'chmas obida tikladi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin bekitilgan yangi dunyo tartibi bu buyuk obidani yiqitgan bo'lsa, Xitoydan iborat yangi bir fashist rejimni yo'lab turg'izdi. Shu kundan tartib Sharq Turkiston xalqi ta hozirgacha davomlashayotgan terror siyosatini, irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirgan bo'lsa, butun dunyo xalqi kundan kunga kuchayayotgan yangi bir tahdidga duch keldi. Garchi Xitoy ishg'oliyatchilari Sharq Turkiston xalqini vatansiz qoldirib, bu zaminni butunlay yalmab yutishga, dinimiz, tilimiz, kulturimiz, qisqasi to'salg'u deb qaragan barliq narsalarni vayron qilishga uringan bo'lsa-mu, tavranmas e'tiqodga, uyg'oq fikriga ega sonsizlig'an olim ulamolar, ziyolilar, azimatlar yetishib chiqdi. Shularning ichidan yana bir turkum vatan o'g'lonlari buyuk g'oyalarni ko'zlab hijrat yo'liga qadam bosdi. Islomiy va milliy kimlikni asos, Sharq Turkistonning mustaqilligini nishon qilgan holda qurilgan Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati muhojiratdagi Sharq Turkiston mujodilasining mash'ilini qo'liga oldi va siyosat, ma'arif, tadqiqot, axborot va ijtimoiy sohalar bo'yicha xizmatini boshladi. Hamkorlik va qarindoshlikning barliq xizmat va harakatlarning asosiy ekanligini cho'nqur tunib yetgan Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati 2009-yili tunji qatim Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishini ro'yobga chiqardi. Bu muborak uchrashish yuragi Sharq Turkistonning istiqlolini qaytarib olishdek yuksak g'oya uchun suqadigan, o'xshash shuar ostiga yig'ilgan tashkilot rahbarlarini, olim ulamolarni, mutaxassislar va jamoat arboblarini jam qildi. Har yili davomlashgan qarindoshlik uchrashishida Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishi uchun strategiya bekitish, qarindoshlikni, birlikni texmo kuchaytirish va kun tartibdagi muhim masalalarni hal qilish qatorliq nuqtalar bo'yicha fikr almashtirildi. Har yili texmo kengaygan, texmo unumlik o'tkazilgan uchrashishlar muvaffaqiyatli holda ro'yobga chiqib keldi. Vaziyatning taqozosi va manfaatlik uchrashishlarning natijasida 2017-yili Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati boshchiligidagi qarindosh tashkilotlar o'rtaq hamkorlik asosida Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligini qurib chiqdi va Turkiyani asos qilgan holda siyosat, axborot, ma'arif, faoliyatchilik, inson haqlari, ta'lim-tarbiya, ijtimoiy yordam, ayollar xizmatlari qatorliq o'xshamagan sohalardagi bo'shliqlarni to'ldirib, texmo unumlik xizmat qilishga boshladi. Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi zulmi tasavvur qilg'usiz darajada kuchayib, ochiq oshkora holda irqiy qirg'inchilik yurgizishga o'tgan bir jiddiy paytda Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati yana bir muhim qadam oldi. 2018-yili Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi 10-yiliga qadam qo'yganda, Ma'arif jamiyati qarindoshlik uchrashishi bilan birga
tunji qitimliq Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosini ro'yobga chiqardi. Burunqi Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi o'xshash bir ideologiya asosida jamlangan Ma'arif oilasini asos qilgan bo'lsa, Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosi dunyoning har qaysi joylarida mustaqillik da'vosi uchun mujodala qilayotgan tashkilot guruhlarni bir yerga akilish, o'rtaq nishon uchun hamkorlikni texmi kuchaytirish maqsadida o'ttirg'a chiqdi. Hozirgacha 4 qitim muvaffaqiyatli o'tkazilgan Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosiga turli sohalardagi mutaxassislar, tadqiqotchilar va jamoat arboblari ishtirok qilgandan sirt, dunyoning har qaysi joylarida Sharq Turkistonning mustaqilligini oxirgi nishoni qilgan holda aktiv faoliyat qilayotgan tashkilotlarning vakillari, ulamo ziyolilar va aktiv faoliyatchilar taklif bilan qatnashib keldi. 4-chi qitimliq Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurosining Bosniyada o'tkazilishi bir tarafdan da'vo sepidagi texmi ko'p zotlarni bu muhim yig'ilishga qatnashish imkoniyatiga ega qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan Sharq Turkiston da'vosini Balqon davlatlariga tutashtirishda tarixiy ahamiyatli rol o'ynadi. Xalqaro kun tartibidagi jiddiy o'zgarishlar, dunyo tartibining yangidan o'rnatilishidan, Sharq Turkistonning bu yangi tartibda muhim rol oladiganligidan shabi bermoqda. Asrlardan beri kutilayotgan, insoniyat tarixining eng zulmatli kunlarini boshdan kechirayotgan bir paytda yetib kelgan bu fursatlar muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqining mustaqillik mujodalasi uchun kuch chiqarayotgan tashkilot va sarxillarning texmi yiroqni ko'rarlik bilan ish ko'rishini, hamkorlikni eng yuqori darajada kuchaytirishini, moddiy va ma'naviy jihatdan tayyor holatda bo'lishini taqozo qilmoqda. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ixtilof qilishmanglar. Bo'lmasa qo'rqib qolasizlar. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Sabr qilinglar. Alloh haqiqatan sabr qilguvchilar bilan billadir.